L9 Ultra mashinasini olgan ekanlar akamizlar. Alloh xayr qilsin. Xo'p, bu mashinamizni biz pultlariga mana shunaqa temirli chexol qilib berganmiz. Teklarida kansa ochiq emas, mana o'ynamaydi. Xo'p, bu pultimizdan mana shunaqa ikki xil remeshoklari bo'ladi. O'zingizga yoqqan bemalol qo'yib yuborasizlar. Xo'p, bagajlariga mana shunaqa sumkadan ham qilib berganmiz. Ustida suv hidi chiqmaydigan bagaj polik ham yozib berdik. Xo'p, kuzovga mana shunaqa toshlarni otib rasvo qilib tashlamasligi uchun klipslarda akkuratni qilib kuzov rangiga moslab turib glansli bir zelkalardan qilib berganmiz. Xo'p, salonlariga double poliklardan solib berganmiz. Sifatlari juda yaxshi. O'zini klipsalariga adzinkadan tushadi. Oldilari ham ko'rsatib bo'ladi. Sifatlari juda yaxshi. Mashinaning vidini sirazi ochib qo'yadigan mana shunaqa dugalardan ham sunukka qilib berganmiz. Juda chiroyli chiqdi va albatta har xil hasharotlar kirib radiator yomon qilib yubormasligi uchun mana shunaqa radiator setkalardan ham qo'yib berganmiz.